Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi navbatdagi video darsimizni boshlaymiz. Bugungi video darsimizning mavzusi manzarali gullarning kasalliklari hamda ularga qarshi kurash choralari deb nomlanadi. Marhamat. Demak, darsimizni boshlaymiz. Bugungi video darsimizda gullarning uchraydigan fuzariyoz so'lish kasalligi, atirgulning unshudring kasalligi, atirgulning zang kasalliklari hamda atirgulning qora dog'lanish kabi kasalliklar haqida to'xtalib o'tamiz. Demak, birinchisi gullarning fuzariyoz so'lish kasalligi. Bu odatda fuzarium turkumiga mansub zamburug'lar tomonidan, ya'ni fuzarium oxysporum hamda fuzarium rozium zamburug'lar tomonidan qo'zg'atiladigan kasallik hisoblanadi. Bu demak fuzariyoz vilti yoki fuzariyoz so'lish ham deb nomlanadi. Kasallik ko'pincha qo'qon gul, kartoshka gul, chinni gul, shabbo'y, xrizantema, siklamin, ilon gul, delfinium va boshqa gullarni zararlanadi. Ammo uning eng katta zarari qo'qon gul, chinni gul hamda siklaminda kuzatiladi. Zamburug' mitsiliysi va ildiz bo'g'zida o'simlikning o'tkazuvchi naychalariga kiradi hamda ularni oziq moddalar va suv o'tmaydigan qilib qo'yadi. Bunda endi fuzarium zamburug'lari ko'pincha tuproqda hayot kechiradi, tuproqda saqlanadi, o'simlikning ildizi orqali kirib oladi hamda o'tkazuvchi to'qimalarni zararlaydi. Bunda o'tkazuvchi to'qimalariga koloniya hosil qilib, bular ko'payganda o'sha yerda oziqlanadi hamda o'zidan turli xil o'sha toksinlar, masalan, fuzariy kislota ishlab chiqaradi bular. O'sha kislota hisobiga to'qimalarni nobud bo'lishiga olib keladi. Natijada o'simlikda modda almashinuvi to'xtaydi, buziladi, ya'ni tepaga suv borishi to'xtaydi. Natijada o'simlikda turgor holatning yo'qolishi, ya'ni so'lish kuzatiladi. Bunda zararlangan o'simliklar demak qo'ng'ir tus oladi, poyasi, ildiz bo'g'zi va ildizlari chirib ketadi va nobud bo'ladi. Kasallangan o'simliklar poyasining pastki qismini kesib ko'rganimizda undagi o'tkazuvchi naylarni zararlanishi hisobiga o'sha joyda sarg'ish yoki qo'ng'ir tusga kirganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Zamburug' mitsiliy hamda xlamidosporalari o'simlik qoldiqlarida, tuproqda esa xlamidosporalar vositasida saqlanadi. Kasallik o'ta xavfli, u ham issiqxonalarda ham ochiq dalalarda demak gullarga zarar yetkazadi. Mana bu rasmda demak birinchisi mana qo'qon gulda o'sha fuzariyoz so'lishga chalinishi mana bu rasmda ko'rinadi. Ikkinchisi chinni gulda demak biz poyasini kesib ko'rganimizda ichki qismi, ya'ni o'tkazuvchi to'qimalarni zararlangani, sarg'ish qo'ng'ir tusga kirganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bunisida xrizantemada demak fuzariyoz so'lishni belgilarini ko'rishimiz mumkin. Demak, fuzarium zamburug'lar o'zi o'simliklarda ko'pincha 3 xil kasallik belgilarini namoyon qiladi-da. Birinchi o'sha yosh nihollar bo'ladigan bo'lsa, ularni ildizini chirishiga sabab bo'ladi. Vegetatsiyani o'rtalarida, keyingi bosqichlarda ko'pincha so'lish bilan kuzatiladi. Mevali o'simliklar bo'ladigan bo'lsa, odatda meva chirishlar, quruq chirishlar shaklida ham namoyon bo'ladi. Demak, fuzariyoz so'lishga qarshi demak kurash choralarini quyidagilardan iborat deb bilamiz. Demak, odatda o'tgan yil astra ekilgan joylarga xrizantemalarni ekmaslik agar xrizantemada uchraydigan bo'lsa. Chunki ularning fuzariyoz kasalligi bilan zararlanish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Gullarda fuzariyoz kasalligi aniqlanganda zararlangan butalarni ehtiyotkorlik bilan atrofdagi o'sha tuprog'i bilan qo'shib birga kavlab olishimiz kerak-da, tashqariga chiqarib demak yo'q qilishimiz kerak. Bo'shagan joy va atrofdagi o'simliklarga fondazol yoki maksim preparatlarni eritmasdan tagiga ozroq o'sha zararlangan tuproqqa quyishimiz demak o'sha joyda tuproqda kasallikning manbalari yo'qolishiga sabab bo'ladi. Xo'p, atirgulning unshudring kasalligi keyingisi. Kasallik qo'zg'atuvchisi demak askamitsit obligat paraziti Sphaerotica pannosa deb nomlanadigan zamburug' hisoblanadi. Kasallik odatda iyun oyining boshlarida barglarning ustki tarafida mayin, mana bu rasmda ko'rib turibdi, barglar ustki tomonida mayin oq g'ubor hosil bo'lishi bilan boshlanadi. Keyin g'uborlarni barglarning har ikki tomonidan qoplaydi. Barglarning o'sishi sekinlashadi. Bunga sabab mana shu g'ubor qoplagan hisobiga barglarda quyosh nuridan to'silib qoladi. Natijada fotosintez yaxshi ketmaydi barglarda. O'sishdan sekinlashadi yoki to'xtaydi. Ular qisman sarg'ayadi yoki nimrang tus oladi, chetlari pastga bukiladi hamda barglar quriydi.
yosh novdalar va gul kurtaklari ham zararlanadi. Ularning ustida mitsili, o'sha oq mog'orni biz mitsilisi desak zamburug'ni, o'sha mog'orning ustida bular endi kanidial sporalash organlari, ya'ni kanidiya bandlari hamda kanidiyalarni hosil qiladi. Demak, yoz oxirida butun o'simlik shunday g'ubor bilan qoplanib, unga xuddi un sepib qo'yganga o'xshaydi yoki qirov tushganga, shudring tushganga o'xshab ko'rinadi ko'zimizga. G'ubor orasida zamburug'ning xaltachal, meva tanachalari hosil bo'ladi. Bu o'sha joyda qora nuqta shaklida ko'rinadi. Endi mavsum oxirida, o'sha kuzga yaqin ko'rinadi. Bu qora nuqta shaklidagi zamburug'ning meva tanasi bu klistatitsi deb yuritiladi. Klistatitsilar hosil qiladi. Kuchli zararlangan o'simliklarning barglari erta to'kilib ketadi. O'simlik o'sishi sekinlashadi. Demak, o'sha barglarning to'kilishi hisobiga o'simlik o'sishdan to'xtaydi-da. Gul hosil bo'lish keskin kamayib ketadi. Kasallik ayniqsa issiqxonalarda atirgulning eng yaxshi navlari va drogelariga ham juda ham katta zarar yetkazadi. O'zi un shudringni zarari mana shu barglarning to'kilib ketishi hisobiga bo'ladi odatda. Juda ham katta zarar keltirishi mumkin bu kasallik agar o'z vaqtida bartaraf etilmasa, ya'ni nazoratga olinmasa. Demak, buni nazorat qilish uchun nimalar qilinadi? Odatda un shudring yaxshi davolash mumkin-da buni, lekin davolashni yoz davomida muntazam ravishda o'tkazish talab etiladi. Chunki zamburug' sporalari shamol orqali juda ham keng maydonlarga, uzoq-uzoqdagi o'simliklarga ham tarqalib ketish ehtimoli juda ham katta. Issiq havoda xrizantemalardagi un shudringga qarshi kurash uchun tarkibida oltin gugurt bo'lgan kontakt ta'sir etuvchi preparatlar qo'llanadi. Bilamizki, oltin gugurt butun dunyo bo'yicha o'sha un shudring kasalliklariga, istalgan o'simlikdagi un shudring kasalliklariga juda ham yuqori samarali ta'sir etishi bilan ajralib turadi. Bunda oltin gugurt bug'langanida, demak, vodorod sulfid hosil bo'ladi-da. Bu vodorod sulfid bu zamburug'ning sporalarini kuydiradi. Demak, bu bilan ishlov berish 28 gradusgacha bo'lgan haroratda amalga oshiriladi. Oltin gugurtning preparatlarini biz 28 gradusdan 30-35 graduslarda ishlatishimiz taqiqlanadi. Shuning uchun biz ob-havoga e'tibor qilishimiz talab etiladi. Mana shu 25-28 gradus bo'lishini hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Xususiyatiga hamda kontakt ta'sir etish xususiyatiga ega bo'lgan sistemali kontaktli preparatlardan foydalanish ma'qulroq hisoblanadi. Chunki ular uzoqroq ta'sir qiladi hamda oltin gugurtdan farqli o'laroq suv bilan yuvib ketilmaydi. Un shudringga qarshi kurash uchun serpen tarkibida pinkanazol hamda oltin gugurt bor, masalan, tapaz, pinkanazolni o'zi, prognoz, mana propikanazol, propikanazol kabi preparatlar ham qo'llaniladi. Buni qachon qo'llashimiz mumkin bo'ladi? Endi bunda kasallikning birinchi belgisi aniqlangan vaqtda biz mana bu preparatlarni istalgan birontasi bilan birinchi ishlovni berishimiz talab etiladi. Men o'zim masalan tavsiya qilgan bo'lardim, mana bu o'sha tarkibida pinkanazol bilan oltin gugurt bo'lgan va serpen preparat yoki tapaz degan ishlatishimiz birinchi ishlovni berishimiz talab etiladi o'sha kasallikning birinchi belgilari namoyon bo'lgan vaqtda. Bunda demak, kunni salqin vaqtida, endi bu kasallik ko'pincha yozga to'g'ri kelyapti. O'shani hisobga olishimiz kerakki, salqin vaqtda purkashimiz talab etiladi. Hamda shamol yurmagan paytda, 1-2 metr taqsim sekund bo'lgan paytda, shamol to'xtagan paytda iloji boricha salqin vaqtda demak purkashni amalga oshirishimiz talab etiladi. 10 kun yo 12 kundan keyin biz yana kasallikning rivojlanishini hisobga olsak yoki vizual kuzatuv orqali kasallikning rivojlanishini kuzatamiz. Natijada agar kasallik yana ham rivojlanishda davom etadigan bo'lsa, ikkinchi ishlovni berishimiz kerak bo'ladi. Hamda yana 14 kun kutamiz. Agar yana kasallik rivojlanishda davom etadigan bo'lsa, uchinchi ishlovni ham amalga oshirishimiz talab etiladi. O'zi odatda o'sha shudringga qarshi mavsumda 2-3 martagacha biz fungisid purkashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi kasallik bu atirgullarda uchraydigan zang kasalliklari. Demak, bu kasalliklarni obligat parazitlar, bazidian mitsit, zamburug'lar qo'zg'atadi. Ulardan eng ko'p tarqalganlari Phragmidium distiflorum zamburug'i hisoblanadi.
demak kasallik atirgulning keng tarqalgan va xavfli kasalliklardan biri hisoblanadi. Bu odatda issiqxonalarda tez uchraydi. Qo'zg'atuvchi to'liq siklli bir xo'jayinli tur bo'lib, uning barcha rivojlanish bosqichlari atirgulning o'zida o'tadi. Shuning uchun bu juda ham xavfli hisoblanadi. Kasallikning belgilarini mana bu rasmda ko'rib turibmiz. Barglarda demak sariq yostiqchalardan iborat zamburug'ning uridiyopustulalarini kuzatishimiz mumkin. Bu obligat parazitlar o'sha o'simlik to'qimalariga kirib olib parazitlik qiladi. Natijada barglarda o'sha fotosintezdan hosil bo'lgan oziqa moddalarini oziqlanadi hamda o'zidan chiqargan toksinlar hisobiga barglarning qurishiga olib keladi. Mana bu rasmda ko'rib turibmiz. Mana bu demak o'sha kattalashtirib ko'rganda uridiyopustula yostiqchalar, yani ichida uridiosporalar yetiladigan uridiyopustulalarni ko'rishimiz mumkin. O'sha zang kasalligining diagnostik belgilarini mana shu holatda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana bu rasmda esa teletospora deydi. Endi bu uridiosporalardan keyingi bosqichi, ya'ni o'sha mavsumning oxirida mana bu zararlangan sariq belgilarning o'rniga endi bu yerda qora sporalar, ya'ni mana bu teletosporalar ikki hujayrali odatda sporalar yuzaga keladi. Bu mikroskopda ko'rinishi mana shunaqa holatda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, qo'zg'atuvchi zamburug'larning spermogoniyalar barglarining ustki tarafida, kutikula ostida hosil bo'ladi. Ular yassi sariq tusda kichik guruhlarda joylashadi. Demak, etsiya sporalar, etsiyalar esa sariq yostiqchalar shaklida odatda novdalarda, ba'zan barg bandlarida, barglarda va gul bandlarida hosil bo'ladi. Novdalarning etsiyalar bo'lgan joylari chatnab yorilib ketadi va yoriqlardan etsiya sporalar chiqib shamol va yomg'ir bilan tarqaladi. Zararlangan novdalar va barglarning shakli buziladi, xunuklashadi. Barglarda ko'plab uridiniyalar hosil bo'ladi. Mana bu rasmda ko'rib turibmiz o'sha novdalardagi kasallik belgilarini. Bu barglardagi uridiniya deganimiz mana bu yerda hosil bo'lgan o'sha uridiyopustulalar nazarda tutilyapti. Yozda barglarda mayda bir-biri bilan qo'shilib ketuvchi, demak, changib ketuvchi apelsin tusli uridiniyalar hosil bo'ladi. Uridiniya sporalar dumaloq yoki ellipsoid shaklli, och sariq tusli, usti mayda tikanchalar bilan qalin qoplangan bo'ladi. Zararlangan barglar sarg'ayadi, buralib qoladi va erta to'kilib ketadi. Kuchli zararlangan bo'talar kam va kech gullaydi. Chidamsiz navlarning bo'talari ko'pincha butunlay nobud bo'ladi. Endi mana bu barglarning sarg'ayib, buralib qurib qolishi bu o'zi kasallikning asosiy zarari hisoblanadi. Chunki bitta barg to'kilish hisobiga o'simlikda fotosintez ma'lum miqdorda kamayadi. Bu o'simlikning o'sishdan orqada qolishiga, kam gul hosil qilishiga sabab bo'ladi. Yoz oxirlarida esa zararlangan barglarda qora tusda changuvchi, tartibsiz joylashgan, ba'zan bir-biri bilan qo'shilib ketuvchi teliya, ya'ni zamburug'ning endi teliosporalar, teliya bosqichi yuzaga keladi. Demak, teliosporalar 5 dan 9 hujayrali ellipsoid uzunchoq shaklli bo'ladi. Mana bu teliosporalarni ko'rishimiz mumkin mana bu holatda. Demak, teliosporalaridan keyin biz bularni qishloqdan chiqib bahorlarda bazidiyalar o'sib kelishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu kasallikni biz endi bu yerda zararini ko'proq tilga olishimiz talab etilyapti. Bu yerda zarari o'sha barglarning sarg'ayib, qurib qolib, to'kilib ketishi natijasida o'simlikning o'sishdan orqada qolishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Kasallikni samarali nazorat qilish uchun odatda profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Bunda kuzda o'simlik qoldiqlarini yo'qotishimiz, o'sha zararlangan o'simlik qoldiqlarini umuman dalada demak qoldirmasligimiz kerak. Atirgulning barglari o'sib chiqqunga qadar bardoz suyuqligi bilan demak 1% yoki temir qo'polasi 1-1,5% purkaladi odatda. Davolash uchun, ya'ni kasallikni rivojlanishini to'xtatish uchun odatda Falcon preparati bilan yoki Tapaz preparati bilan ishlov berish talab etiladi. Endi bu kasallik paydo bo'lganda qo'llaniladi Tapaz bilan Falcon, lekin biz odatda profilaktika choralarini ham bardoz suyuqligi bilan albatta ishlov berishimiz yuqori samaraga olib keladi. Xo'p, bundan tashqari zang ko'pincha delfinium gullarini, shuningdek zamburug' sporalar butun gulzorga, ya'ni boshqa gullarga ham tarqalib ketishi mumkin. Archa daraxtlarini ham zararlab qo'yapman.
Zang dastlabki belgilar paydo bo'lishi bilan demak boshqa atirguldan boshqa o'simliklarda bo'ladigan bo'lsa, demak mana bu preparatlardan birontasi bilan ishlov beramiz. Serpin, Topaz, Skor kabi bironta o'sha sistemal ta'sir etish xususiyatiga ega bo'lgan fungitsidlar bilan birinchi ishlovni berishimiz talab etiladi. Bunda o'sha preparatlarni o'sha ta'sir etish ta'sirini yaxshi amalga oshirish, ya'ni yuqori samara olish uchun demak ishchi eritmalarni to'g'ri tayyorlab, purkashni to'g'ri amalga oshirishimiz talab etiladi. Xo'p, keyingi kasallik atirgulda uchraydigan qora dog'lanish. Demak, kasallik belgilari mana bu rasmda ko'rinib turibdi. Barglarda qora dog'lar, ust qismida dastlab to'q qizil, oq, keyinchalik esa demak qora dumaloq dog'lar paydo bo'lyapti. Kasallangan barglar kulrang, jigarrang tusga kirib, buraladi va to'kilib ketadi. Dog'lar ko'payadi bargda, bargni batamom qoplab oladi. Natijada barglar quriydi, to'kilib ketadi. Kasallikni qo'zg'atuvchi demak Marsonina rozai zamburug'i hisoblanadi. Demak, bu kasallik ham bizning iqlim sharoitimizda juda ham keng tarqalgan kasalliklardan bittasi hisoblanadi. Toshkentda ham, respublikamiz boshqa hududlarida ham kasallik uchrab turadi. Demak, buni o'z vaqtida nazorat qilishimiz talab etiladi. Buni nazorat qilish uchun nimalar qilish kerak? Kasallikning umumiy davosi demak zararlangan barglardagi halqalarni olib tashlash va zamburug'larga qarshi preparat qo'llashdan iborat. Ba'zi atirgul poyalari davolanmasa zararlanishi mumkin va bu atirgullarning progressiv zaiflashishiga olib keladi. Chunki fotosintez yaxshi bo'lmagandan keyin o'simliklar zaiflashadi, immuniteti ham pasayib ketadi, gul hosil qilishi ham kamayib ketadi. Zararlangan barglarni o'simliklardan va yerga to'kilgan barglarni olib tashlash, infeksiya tarqalishini demak sekinlashtiradi. O'sha tozalashimiz kerak dalani. Sug'orishda o'simlik barglarini ho'llashdan saqlab qo'yilishi, ya'ni barglariga tekkan suv demak kasallikning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Kasallangan o'simliklarni chiqarib tashlash, o'sha gulzorlardan, issiqxona bo'lsa issiqxonadan, xonada bo'lsa xonadan boshqa o'simliklar tarqalishini sekinlaydi. Ammo bu ko'pincha maqsadga muvofiq emas. Yangidan kasallangan barglarga yoki qora dog' birinchi paydo bo'lganda birinchi marta demak mankasib, xloratalanil, pinkanazol yoki boshqa mis asosidagi fungisidlarni qo'llash kasallikka qarshi kurashda samarali bo'lishi mumkin. O'simliklarni parvarish qilishda ehtiyotkorona yondashuvlar foydalanish maqsadga muvofiq. Endi biz odatda kasallikni o'sha birinchi belgilari paydo bo'lganda mankasibni qo'llashimiz ham mumkin bo'ladi yoki Topazda yoki mana bu xloratalanil kabi preparatlardan foydalanishimiz tavsiya etiladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Navbatdagi video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Demak, keyingi video darslarimizda ko'rishguncha deb qolaman. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.